Qanday o'tdi? Yaxshi. Eshitdim bilmadim. Endi Uxladim turdim. necha kilomiz? 123 dan hozir 4 kiloga o'stashaman. Hop, necha kiloga reja? Reja xudo xolisa 170. 70 ha? 70 uchun oldim. Beni bırakıp gitme bir yere, gidersen unutursun, dilerim öyle olmaz. Necha kilometr bo'libdi endi? Bugun ikkinchi kuni uylarga ruxsat beryapmiz. Oshqozon operatsiyasidan keyin. Necha kilometr bo'ldi endi? Ko'rish kerak. Ketdi, nega turibmiz? 108 bilan chiqyapti, 2 kilometr. Taassurotlar qanaqa? Taassurotlar Qanchalik qo'rquvdingiz? Qanchalik o'zgarish bo'ldi? Qanaqa o'tdi? qo'rqqanimcha og'riq bo'ldi, lekin o'tib ketdi. Bir kunda o'tib ketdi lekin. Bor, lekin og'riqlar bo'ldi. Lekin o'tib ketdi. O'tib ketdi. Bu hammasi zo'r, oddiy shu kelgan kundaqa cho'tga chiqib ketyapman. Operatsiya qilmoqchi bo'lganlarga добрый pul bilan kelib bittada qildirib beringlar, hammasi zo'r bo'lib ketadi. Shunaqa gaplar. Yaxshi. Cho'tga necha kilo bo'lmoqchisiz endi? Men xudo xolasa 70, 65, 70 bo'lmoqchiman. Cho'tk. Omad tilaymiz. Aytib qo'yasizlar. Bizga yaxshi tilab zo'r. Nega gapirishib bilmaysiz? Qayerdan tashrif buyurdingiz? Necha yoshdasiz? Necha kilo bilan keldingiz? Sirdaryo viloyati Oqoltin tumanidan keldim. 97-yilman. 102 kilo vesimdan keldim. Bugun nechinchi kun operatsiya? Kim operatsiya qildi? Ismoil Nazar aka qildi. Bugun ikkinchi kun bo'ladi. Og'riqlar yo'q. Yaxshi, yengil maza qilibsiz. Necha kilo bo'lmoqchisiz endi? Endi 65 kilo. 65 kilo, maşallah, niyat sizga yetsin. Avvalambor assalomu alaykum. Qashqadaryodan keldim. O'sha semizlik muammosi bo'yicha. Vazirlar bog'liq nima shikoyatlar bor sizda? Birinchidan holsizlik, keyin nima deydi, qanaqadir yurak tez urib qolishi. Davleniya chiqa boshladi. Ismoil aka Nazarov operatsiya qildilar. Operatsiyadan keyin bugun birinchi kuni. Qanaqa holatdasiz? Qanaqa taassurotlaringiz? Juda yaxshiman, yengil. Qo'llari yengil jarroh ekanlar. Nasib bo'lsa endi 50 kilogramm vaznga tushish niyatim bor. Namangan shahrida. Namangan shahrida necha kilo bilan keldingiz? Nima shikoyatlar bor? 100 kilo bilan keldim. Davleniya nima deydi? Qiyinchilik, og'ir semizlik bari qiyinchilik ekan. Shuning uchun ibodatga quvvat bo'lish uchun, yengil bo'lish uchun, sog'lig'im uchun keldim. Xudoga shukr, qo'llar yengil ekan, doktorni chiroyli o'tdi, og'rig'i yo'q. Allohga shukr, endi 70 kilo, 75 kilo ves bo'lish xohlardim. Assalomu alaykum hammaga. Meni ismim Xayrinisoz, Surxondaryodan keldim. Buni Ismoil aka Nazarovni past 2 yil kuzatib, so'rab, bilib keldim. Semizlik muammosi bo'yicha men bugun operatsiyamizga ikkinchi kun. Ahvolimiz zo'r, o'zimiz yuribmiz. Inshaalloh bugun chiqib ketamiz. Operatsiyamizni Ismoil aka Nazarov qildilar. Qo'llari juda ham yengil ekan. Semizlikdan juda ham qiynalib, hammamizni ham, bitta men emas, bu yerdagi hammani qiynalib semizlikdan xalos uchun keldik. Inshaalloh mana Xudo xolasa bu yog'iga sog'lom hayotga qaytib 50 kilo vazn bilan kelamiz degan umiddaman inshaalloh. Yuzimni qo'ymayapman. Necha kilo bo'lmoqchisiz? Manmi? 65, 39 yoshman. Chirchiqdan keldim. Chirchiqdan keldingiz. Vazn bilan bog'liq nima shikoyatlar bor edi? Operatsiyaga nima majbur qildi sizni? O'zi ancha yildan beri qildiraman deb yurardim Ismoil akamni holatlarini. Shu hammani ko'rib faqat baribir Ismoil akamga keldim, qaytdim. Xudo xolasa inshaalloh. Yapchiqanim uchun Bugun ikkinchi kun o'sha 98 kilogramm ko'rganlar bor. Suyuqlik tushib ketdi. Kelishdingmi? O'sha suyuqlikka organizmga sifatlisin kerak. Bu oqsil bo'lsin, ichida mikroelement bo'lsin, va vitaminlarga boy. Bu nimalar? Sut, ayron, bezga suv, choy, quvvatsizroq bo'lsa tog' asali, meva-chevalarni qaynatmasi, ya'ni kompot, shakarsiz. Chunki suv bemaza ta'm berishi mumkin, oshqozonning shirasiga qo'shilganda. O'shaning uchun ta'mlari ketkizib, og'izdagi bemaza ta'm bo'lmasligiga uchun shuni o'lchamiz. Oz-ozdan kayfiyat ko'taradigan, ishtahani ochadigan narsa bu sitrus mevalari yoki svejiy siqilgan mevalar suv.